Bir sayohat paraxo'ti dengizdagi bo'ron chaqqunda vayron bo'ldi. Faqat ikki kishilar oraliga o'xshash kichik qumliq chiqib olgan bo'ldi. Yaxshi do'stlardan bo'lgan ikki hayot qog'uchi nima qilishini bilmaydi. Xudoga duo qilishdan boshqa yo'l yo'qligini tunib yetdi. Qandoqla bo'lmasin, kimning duosining texmi kuchli ekanligini bilish uchun ular orolning ikki tarafida turib duo qilishga boshladi. Ularning tunji duosi yemeklik edi. Atsat deganda birinchi kishi yer yuzida meva beradigan daraxtni ko'rdi va uning mevasini yedi. Qarshi tarafning yeri yanada qaqas edi. Bir haftadan keyin birinchi kishi yolg'izlik his qildi va u ayol uchun duo qilishni qaror qildi. Atsi yana bir paraxot vayron bo'ldi. Hayot qolgan birdan bir kishi uning tarafiga uzib kelgan ayol bo'ldi. Orolning yana bir tarafida bo'lsa, u ikkinchi kishidan boshqa hech narsa yo'q edi. Uzoq o'tmay birinchi kishi uy, kiyim-kechak, texmi ko'p yemeklik uchun duo qildi. Atsi mo'jizdaklar bularning hammasi uningga berildi. Ammo ikkinchi erning hech nimasi yo'q edi. Oxirida birinchi er kiyimisining bo'lishini tilab duo qildi. Berildi. Shundoq bo'lganda u ayoli bilan oroldan ayriladi. Atiganda u orolning yinda to'xtab qolgan kiyimini topdi. Birinchi er ayoli bilan paraxotga chiqib, ikkinchi kishini, ya'ni do'stini orolga tashlab ketishni qaror qildi. Chunki u do'stining duo tilovatlarining hech qaysi ijobat bo'lmaganligi uchun u do'stini Allohning ne'matlariga erishishga loyiq emas deb qaradi. Kim yo'lga chiqmoqchi bo'lganda birinchi kishi osmondan hayvatlik bir ovozni angladi. Nemishqa hamrohingni orolga tashlab qo'yib mangsan? Birinchi kishi javob berib, mundoq dedi. Mening ne'matlarim menga taalluq. Chunki men ularga o'zim duo qilib erishdim. Uning duolarining hammasi javobsiz qoldi. Shunga u hech nimaga loyiq emas. Xatolashding. Bu ovoz uni cho'chitdi. Uning faqat birla duosi bor edi. Men uni ijobat qildim. Agar undoq bo'lmasa edi, mening ne'matlarimga erishamagan bo'lardim. Birinchi kishi ovozdan, qandoqsiga men uning qarzdor bo'lg'idekman? U men qandoq duo qildi? U duolarining ijobat bo'lishini tiladi. Hikmat. Hammamizga ayon bo'lganidek, ne'matlarimiz yolg'iz duolarimizning va shaxsiy tirishchanligimizning mevasi bo'lib qolmasdan, balki biz uchun qilingan yaxshi duolarning sababidandir. Do'stlaringizni qadrlang, yaqinlaringizni tashlab qo'ymang. Duolaringizni sizni so'ydigan va siz so'ydigan insonlarni unutmang.